Mikrokreditbank Toshpo'lat bug'i tomonidan bir kontra bir mahsulot bo'yicha Namangan tumani shu Urganchi MF hududida 152-175 kontrlarda turib urug'i yetishtirish bo'yicha bu yerda ish tashkillangan. Mana shu turib urug'larimiz mana hozir gullab hosildorlik olishni boshladi. Xudo xolasa yaxshi ishlov berildi. Hosildorlik chiroyli, xudo xolasa 50-55 atrofida, sentner atrofida urug' olish nimamiz bor. Mana bu yerda asosan bu yerda faqat turib urug' yetishtiriladi. Mana bu yerlarga katta turib urug' ekkanmiz mana. Turib asosan bu zonalarimiz turib urug'chilikka ixtisoslashtirilgan. Har bir yerda 53 ta dehqon xo'jaligi bor. 53 ta dehqonchiligimiz o'sha har birlari 13,5 million so'mdan daromad olish ehtimoli ko'zda tutilgan. Urug'chiligimiz yaxshi ishlov berildi. Mana hozir hosildorlik o'zi boshlandi. Hozirga yotdi dehqon xo'jaliklar yetishtirayotgan turib urug'larimiz.